Assalamu alaykum, kanallar yaxshimi? Allah salomat qilsin inshaalloh. Men bugun ko'ygunlarda krem karamel qilmoqchi. Buni keyinda ishlatishni bor zaten. O'qisanlar bo'ldi. Men buni sizlar bilan birga o'rtoqlashmoqchi. Mana ichida tuzi bilan birga karamel birga chiqadi. Oldu bilen men bu qacham ishlatdim. Bunga karamel istakani bo'lsin bo'ladi. Men buni bir suv bilan choy qilib o'ting debdi. Choy qilib o'tay. Ana choy qilib etdim ko'ygunlardek. Endi men bu oldu bilen karamelni bu 4 qachiqqa bölüme. Qancha qachi chiqadi bilmayman. Belki mening qacham cho'ng bo'lganlik uchun 2 qachi chiqishi mumkin. Asli bunun kichikroq istakan ketadi. Bunun karamelni o'zining istakani bor. İkisi çıktı karamel. 2 qachi chiqdi, bu ikkini ayirdik. Bunun qacham sal cho'ng, shuning uchun ikkisi chiqdi. Karamelninki kichik bir istakanlar bo'ladi. Şu istakani bo'lgan bo'lsa, balkim terdi chiqdi. Men istakanni olmagandim. Qachida buni qilg'ili bo'ldi deb. Mana bu holatda men karamelni tayyorlab oldim. Endi men bu quruq bir qag'in qachamga keyin yezibdi 2,5 su istakani deb 2,5 su istakanda sut qo'yma. Mana yerim bo'ldi. Ondan keyin bu ichidan chiqqan tuz shakarni qo'yma. Buni yaxshi aralashtirib, o'choq qilib qaynatdim. Mana ko'rganlarda qaynadı. Bunu bir ishga aralashtirib 1 minut qaynaydi. O'tni pastga etib o'chasak bo'ldi. 1 minut qaynadim, o'tni o'chirma. 1-2 minut qaynasa yetarli. Mana bu qaynadı. 1 minut o'tni bo'shroq qilinglar qaynaydi deb qancha, chunki sutlarga bo'lganlik uchun nima bo'ldi-liqi ko'p ketadigan ahvollar bo'ladi. Men buni hozir qachilarimning ustiga olaman. Hozir buni qachilarimizning ustiga olaylik. Bunu siziq kayg'ich to'shqazdim. Buni men o'xshash usulda siziq kayg'ich to'shqazaman. Bu sharat 2 qacham oldim. Buni 1-2 soat to'nglatga qo'yaman. Mana men 2 soat to'nglatqida qo'ydim. Endi buni mana o'zi yavaşlam ajaydi mana bu holatda. Qilsanlar bir ajab chiqdi. Men bu taqsimni dum qilib bu holatda mushalatda bo'ldi mana.
Sal maymoq chiqib qoldi. Qarang'ush holatda yeyishlik bo'lgan. Yeni bir tatlimiz tayyor bo'ldi.